Salam dostlar, ko'rayotganinglar Ömlik sadasi. Bugun kimning naqshini anglaydigandimiz? Men ta'riflab o'tay. U bir naqshchi. U rejissor. U yana o'z navbatida riyosatchi. Kimni da'vatqanligimni balkim faraz qilib bo'ldinglar-ku deyman-a? Shundaq. Bugun naqshini anglaydigan naqshchimiz bo'lsa, Şinjan radio televiziya stansiyasining davlatlik 1-darajalik rejissori, ataqli naqshchimiz, suyumli san'atkorimiz Adila Ablis xonim. Adila adamni shunchalik yaxshi ko'raman. Men boya riyosatchi deb ta'riflab o'tdim. Hammamizga ma'lum, studiyaga kim keldi programmamiz orqali Adila adam riyosatchilik sohasida o'zgacha yangiliklarni yaratib, biz yoshlarga ulgu bo'ldi. Shunga har doim Adila adamni suyunib turib tilga ilyapmiz. Adila Ablis xonimning ayni yillarda aytgan tabiat anam, mehribon anam, ham shundaqla ot tabiri, to'ylarda anglamasak unutmaydigan hayrona, hayot qatorliq shu yiqimliq naqshlar hozirgacha quloq tuyimizda ham davomli anglab kelyapmiz. Undaqda bugun bu suyumli naqshchimizning qaysi naqshini anglaymiz? Bugun anglaydiganimiz tor dunyosida o't bo'lgan, hali hamma o't bo'lib menayotgan Aylina nomli naqshsi. Qenamsa naqsh huzuringlarga ketdi. Mana mushu daqiqada men eng go'zal tilaklarimni Adila Ablis xodimga yetkazmoqchiman. Teningiz salomat bo'lsin, kasbiy hayotingiz texnik nurliq bo'lsin. Sizni bek yaxshi ko'ramiz-da. Qani, naqshing marhamat. Saçlarının talini, muhabbetinin tarını, har kılmışsın her kişi, dıldan söygen yarını. Saçlarının talini, muhabbetinin tarını, har kılmışsın her kişi, dıldan söygen yarını. Yaman emez, hemedin köngen yaman. Bu cahan uzun cahan, ötüler kaderim haman. Ayrılış yaman emez, hemedin köngen yaman. Saçlarının talini, muhabbetinin tarını, har kılmışsın her kişi, dıldan söygen yarını. Saçlarının talini, muhabbetinin tarını, har kılmışsın her kişi, dıldan söygen yarını. Saçlarının talini, muhabbetinin tarını, har kılmışsın her kişi, dıldan söygen yarını.